ishlar bor. Nemis tilini bilmaydiganlar uchun Yevropa davlatlarida mana shu vakansiyalar. Hammadan ham qonuniy imkon xususiy bandlik agentligi tomonidan litsenziyaga asosan, ya'ni bu litsenziyani tekshirib olishingiz ham mumkin. Migratsiya vazirligida ham saqlanadi. Qonuniy jo'natadi sizni. Mana shu kasb egalari bo'lsangiz, Yevropada, ya'ni Germaniyaga emas, Yevropani mana shu Latviya, Bolgariya shunga o'xshagan joylarda joylashgan. Telefon qilib so'rashingiz mumkin, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Hammadan bu yerda joylar soni cheklangan. Bir xillarida 3 tadan, bir xillarida 5 tadan, bir xillarida 10 tadan vakansiyalari bor. Albatta ro'yxatdan o'ting. Telefon qilganingizda balki zani tushishi mumkin. Juda ham ko'p odamlar endi chiqadi bunga. Hammadan ham chiqqaningizda, telefon qilganingizda shu Germania Life'dan chiqdim deb aytib qo'ying albatta. Esingizdan chiqmasin, bu bo'yicha yana jonli muloqot o'tkazamiz. Aynan mana shu Telegram kanalda, shuning uchun buni hamma yaqinlaringizga jo'natib qo'yib, podpiska bo'lib qo'ying bu Telegram kanalga. Yevropadagi ishlar qonuniy jo'natish bo'yicha va bundan keyin yana ko'p vakansiyalar e'lon qilamiz. Ya'ni Ausbildung joylari ham hozir qo'yganmiz. Germaniyani o'ziga. Hozirgisi faqat mana shu Germaniyaga emas, Latviya, Bolgariya, Litva mana shunaqa davlatlarga. Imkoniyatdan foydalaning, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying, bitta yuricha bosib qo'ying. Jonli muloqot agar kimga qiziq bo'lsa, yana o'tkazamiz, faqat mana shu kasb egalari bo'yicha qisqagina. Salomat bo'ling. Sizlar bilan Germaniyada yoki Yevropada ko'rishguncha.